Amerikaga bormoqchimisiz? Menga murojaat qiling, vizangizni hal qilib beraman. Aynan mana shunday yolg'onlar bilan sudlanuvchi bir qancha fuqarolarni firibgarlik to'riga ilintiradi. Shu va boshqa holatlar bo'yicha Jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudi tomonidan Ichki ishlar vazirligi akademiyasida sayyor sud majlisi bo'lib o'tdi. Ma'lum bo'lishicha, 1999-yilda tug'ilgan yigit Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali firibgarlik jinoyatini sodir etadi va ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olinadi. Pushaymonman. Ayblov bo'yicha endi men ularni aldab pul o'zlashtirmoqchi bo'lganim. Sud hukm qildi. Sudlanuvchining ayblovdan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 28 orqali 211-moddasi 2-qismi B bandi chiqarilsin. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 168-moddasi 3-qismi A bandi nazarda jinoyat sodir etganlikda aybli deb topilsin. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 168-moddasi 3-qismi A bandi bilan ish haqini 20% davlat daromadiga ushlab qolgan holda 2 yil axloq tuzatish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchiga nisbatan qo'llanilgan qamoqqa olishdagi ehtiyot chorasi munosib huquq to'g'risida bo'lish haqida tilxat ehtiyot chorasiga o'zgartirilsin. Sudlanuvchi darhol sud zalida qamoqdan ozod qilinsin. O'g'lim xato qilib qo'ydi. Sudiyamizga rahmat. Adolatli qaror chiqarib berdilar. Pushaymon bo'ldingizmi? Pushaymon bo'ldim. Afsustaman. Shuningdek, mazkur sayyor sud majlisida bir necha oydan buyon aliment to'lamay kelayotgan fuqarolar ishi ham ko'rib chiqildi. Dadasi, aliment pulni qachon berasiz? Ey, bir tiyin pulim yo'q. Kimga murojaat qilsang qil. Aliment to'lamayman. Shu narkolarga chiqqan kunni eshitdim. 15 oymi, 12 oy qo'shilganda o'shanda 20 millionligini eshitdim-da, 1 oy bo'ldi. Ungacha xabarim yo'q edi. Har 4-5 kunda borib xabar olib turaman. To'layman, hozir sharayitim yo'q. Biz 21-yildan keyin ajrashganimizdan keyin уже ozgina yordam beruvdilar. Keyin уже umuman yordam bermay qo'ydilar. Bir tiyin ham bermadilar. Farzandlarimni o'qitmoqchiman. Sud qaror qildi. Huquqbuzar O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47.4 moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir qilgan deb topilsin va unga 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Qonun ustuvor, jazo muqarrar. Hech kim javobgarlikdan qochib qutula olmaydi.